Kimga qarshi o'ynashni xohlardingiz? Messi, Ronaldo, Neymar, yana kim ham bo'lardi? Senchi, Lamin? Ayta qol, og'ayni. Nuno Mendeshga qarshi o'ynashni xohlaydi bu. Dunyoning eng yaxshi o'ng qanot vingeri eng yaxshi chap qanot himoyachisiga qarshi. Dahshati. U juda zo'r. Ochig'i, unga qarshi o'ynash menga yoqadi. Ikkalamiz ham birga bir kurashishni yaxshi ko'ramiz. Sizlar uchun eng qiyin raqib Kundeni aytgan bo'lardim. To'p menda bo'lmagan paytda ham tinimsiz teginaveradi, turtaveradi. Sendachi, Lamin? Nuno Mendes. Agar boshqasini aytganingda joyimdan turib ketardim. Nuno ham shunday o'ynaydimi? Yo'q, unchalik emas. Ko'p himoyachilar Niko aytgandek qo'pol o'ynaydi. Hatto suv ichgani borsam ham orqamdan ergashib yuradi. Lekin kam bo'lsa-da toza o'ynaydiganlari ham bor. Kimga qarshi